NPK 20-20-20 o'g'iti bilan qilinadigan 3 ta katta xato. NPK 20-20-20 ni ko'pchilik fermerlar noto'g'ri ishlatadi. Bu 3 ta xato hosilni 30-40% kamaytiradi. Bugungi videoda eng keng tarqalgan xatolar va ularning aniq yechimlarini aytamiz. Birinchi xato: NPK 20-20-20 ni har mavsum berish. Bu o'g'it universal emas. Vegetatsiya boshida samarali, lekin gullash va meva davrida zarari ham bor. Ikkinchi xato: juda ko'p miqdorda berish. NPK kuchli tuzlilik hosil qiladi. Ildizlar kuyiyadi, barglar sarg'ayadi, o'sish sekinlashadi. Uchinchi xato: kalsiy bilan aralashtirish. NPK plus kalsiy, cho'kma, o'simlik foyda ola olmaydi. Bu eng katta kimyoviy xato. To'g'ri usul: vegetatsiya boshida 3-5 kilogramm 1 gektar maydon uchun qo'llash samaraliroq. Gullashda NPK emas, kaliy ko'proq berilgani ma'qul. 20-20-20 ni NPK ni kalsiy bilan aralashtirmang. Tomchilatib sug'orishda ko'p miqdorda ishlatmang, kamaytiring. NPK 20-20-20 juda ham zo'r va samarali o'g'itdir, ammo undan to'g'ri foydalanilganda. Shu 3 xatodan qochsangiz, hosil plus 20-40% ko'tariladi.